Dahshat, musofirlikka ishlash uchun borgan ayolni o'ldirib, axlat qutisiga burdalab tashlab ketishdi. Kimdir singlisi, kimdir farzandi, kimdir esa onasi bo'lgan bu qiz kafan ko'rmasdan axlat paketlariga o'ralib, musorga tashlab ketilgan. 25-yanvar kuni Istanbulning Shishli tumani Kuyulibog' ko'chasidagi mana shu axlat idishidan o'zbekistonlik ayol 37 yashar Durdona Hokimovaning boshsiz jasadi topilgan. Ayol bo'lib tug'ilgani o'zi bitta katta dard, qiyinchilik bo'lsa, oxiri bunday o'lim topish ham juda ayanchli. Aziz yurtdoshlar, malol kelmasa bu farishta ayolga 2 og'iz ta'ziyangizni bildirib qo'ying, oxirati obod bo'lsin deb qo'yish bu savobdir. Kommentariyaga yozasiz degan umiddaman, yaqinlari ham tomosha qilmoqda. Joylari jannatdan bo'lsin deb yaxshi niyat qilganlar bo'lsa, bittadan like bossin. Men sizlarga podrobniy videoni taqdim qilaman. Marhamat.